yurg'izayotgan blogimdan uyaldim. Bilasizmi, forum tugadi, men qochib chiqib ketdim. 10 ta ishchiga рабочий o'rin yaratsa, 10 tani o'lim deganga 2 tadan farzandi bo'lsa, 20 ta farzandi borda. Keyin tushlikka taklif qildi u inson. Keyin bir kun hayotimda juda katta bir udar bo'ldiki, men Instagramga yig'lab chiqishni boshladim. Omon bosdi, red bo'lyapti, xushyor bo'linglar, unaqa gaplar olib chiqmayman. Ya'ni politikaga qo'shilmaysiz. Yo'q, qo'shilmayman. Agar biz har qanaqa melkilarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, kim o'sadi? Keyin shunday bo'ldida, u menga o'sha taklif qildi, kechdim. Yo'q dedim. Men halol yo'ldaman, tamom. Menga kerak emas. Bizni bolalar mehnatni yorib yuboradi. O'sha kontentlarimda ham hattoki negativ bor. Bir kun xudo xolasa men o'zim misol kafemni ochmoqchi bo'lsam, qiyngarchilik yo'q. Chunki men borib hamma narsani ko'rib, bilib bo'lganman. Va vot Moskva, Rossiya kelaman degan xotin-qizlarga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Hamma narsani O'zbekistonga tashlab kelishni xohlayman. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Siz bilan yana efirda Mohigul Rajabova. Kechagina forumimizni o'tkazdik va bu forumga как почетный gost sifatida Shoirajonni taklif qildik. Forumdan keyin ko'pgina qiziqarli temalarni shoirlar bilan gaplashganimizdan keyin men taklif berdimki, Shoirajon keling, siz bilan bitta podkastni mat qilaylik. Chunki musofirchilikda kelib, ayol boshi bilan bloger bo'lib, bu urovga chiqish ham oson emas. Shoirajon, taklifni primat qilib, bugun studiyaga kelganingizdan xursandman. O'zingiz haqida korotka ayting. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif qilganingiz uchun rahmat sizga. Minnatdorchilik bildiraman. Kechagi o'tkazilgan podkastdan men juda ham ko'p narsa oldim o'zim uchun. Forumda juda ham ko'p narsa oldim. Rahmat aytaman sizga. Sizga rahmat. Ko'ryapsizmi? Hech qachon biz hammamiz bir-birimizga muhtojmiz-da. Birlashsak o'samiz, birlashmasak to'zamizmi degan so'z bor. Shuning uchun kuch birlikda. Tim bo'l musofir yurtda kelib, o'zimiznikilar birlashib, yana ham yaxshi rezultatlarga chiqsa bo'ladi. Shoirajon, qanaqangi taassurotlar, qanaqa ajdana bilan keldingiz bizning forumga? Men to'g'risi taklif qilganingizda men to Moskvaga kelganimgacha men nima uchun kelayotganimni bilmadim. To'g'risi, bu qanaqa forum, tarmoqli marketingmikin bu yana deb rosa o'ylandim. Keyin kirdim, forum boshlandi, o'sha odamlar to'planishni boshladi. To men Jamshidga chiqib gapirmagungacha men nima uchun kelganimni bilmadim, to'g'risi. Keyin Jamshidga gapirishdi. Keyin men tushunib yetdimki, demak bu joydan juda ko'p narsa o'rgansam bo'ladi. Keyin menga berilgan daftarni shunday ochdimda, o'sha Dilmurod aka gapirishdi. Ana o'shanda boshlandi. Men qayerga kelib qolganimni men o'shanda his qildim. Значит, Dilmurod akadan keyin Jamshid aka chiqishdi. Men sразу daftarimni oldimda, men yozishim kerak bu narsalarni. Chunki menga kerakli narsalar ekan dedimda, hech qayerga qaramadim, hech kimga qaramadim. Как будто men forumda bitta o'zim o'tiribman. Dilmurod aka yozish boshladim. Dilmurod aka gapiryapti faqat men uchun. Jamshid aka gapiryapti faqat men uchun. Shoirajon. Ya'ni ular o'zimiznikilar. Qolgan spikerlar russkilar edi. Senga shu narsa kerak, yozib ol degandaqa menga xuddi gapirishayotgandaqa bo'ldi-da, daftarimni shunday oldim. Почти daftarimni yarmi to'ldi. Men o'zim uchun kerakli narsalar. Chunki ular gapirishganda, misol ularda gaplari, misol biznes haqida ma'lumotlari berayotgan, to'g'ri yo'nalishlari menda bor edi o'zi, lekin chalkashib ketgan edi. Uni o'rni yo'q edi. Misol orzu qilish, pulni tejash, qayerdan boshlash, qayerdan tugatish, hamma narsa mening xayolimda bor edi, lekin menda tartib yo'q edi. Ya'ni miyamda tartib yo'q edi.
ana shu miyamdagi barcha o'sha biznes kelajakdagi orzularimni, kelajakdagi niyatlarimni, biznes yo'lidami, hayot yo'lidami, har bir narsani men kechagi forumda tartibga soldim. Zo'r. Men ham har safar o'zim shu forum o'tkazib turib, har safar o'zim znaniya olib, bir ikkita o'zgartirishlar kiritaman. Biznesimda, hayotimda, lичностda, o'zimda shaxsiy tomonlama hamda. Xo'p, Shoirajon, birinchisini olibsizki, tartib kiritish kerakligini. Yana nima oldingiz? O'zim bilasiz, blog yuritaman Instagramda. Men birinchi marta mikrofonga chaqirganingizda chiqib man blogerman dedim. Hamma o'zini tanishtirdi. Men u sohada biznesmenman, men bu sohada biznesmenman. Rahmat sizga avvalambor hurmat qilib, meni ham o'shalar qatorida davraga chaqirganingizda mikrofonni oldimda, как будто 200 mingta подписчигim bilan faxrlanib, men blogerman dedim. Keyin o'tirdimda atdagi mavzu, o'sha Dilmurod aka, Jamshid akalar chiqib, o'sha oxirgi etapda men bilasizmi, forum tugadi, men qochib chiqib ketdim. Bilasizmi nima uchun? Men uyaldim. Men boshida faxr bilan blogerman dedimda, keyin men atdagi muhitda, atdagi odamlarning maqsadlarini ko'rib turib, men yurg'izayotgan blogimdan uyaldim. Nega? Chunki bilasizmi? Savol ustiga savol, nega? Bilasizmi? Chunki menda foydali kontentlar qilishim kerak. Demak, o'yladimki, musofirda biznesmenlar, chunki men ko'p reklama o'sha reklama olaman-ku. Misol, kafe ochishgan, salonchi qizlar bor. Biznesmenlar bilan birga yuraman, lekin men o'ylamabmanki, misol, ana shu bizneslarni o'rganish, musofirda ularda musofirlarga qora mehnat emas, mana shu biznes sohalarini o'rgatishim kerak deb o'yladim men. Mendan ko'pchilik ish so'raydi. Ya'ni qora ishchi bo'lib ishlashni xohlashadi. Shoirajon, menga ish topib bering. Shoirajon, shunaqa posudamoyka bo'lsa ham mayli deyshadi-da. Men bilasizmi, keyin men o'yladim, blogerlik sohamni bundan keyin faqatgina qora mehnat emas. Rossiyada, Moskvada, Peterda bo'ladimi, Rossiyaning qay bir shahrida bo'lsa ham o'zini biznesini yarata olar ekan. Mashallah. Bir inson yaratishga qodir ekan. Men o'yladim, bundan keyingi blogimni yuritishimda faqatgina mana shu biznes sohalarida, qandaydir reklamalarimda ham men juda ko'p kamchilik ko'rdim. Juda ko'p. Montajida ham hattoki reklama qilayotgan joylarim borib, informatsiyalarimda ham hattoki juda ko'p xatoliklarni tushunib yetdim. Bu juda yaxshi. Значит, sizda rost skachok bo'ladi-da, xudo xolasa. Yodingizdan bir marta siz bilan telefonda gaplashgandik, men sizga aytgandim. Siz namunali insonsiz. Siz ko'pga namunali bo'lib olasiz-da. Siz ya'ni 200 mingta подписчикda bu kam emas. Aktualnisi bo'lsin 50 mingta, 100 mingta, bilmadim. Lekin mana shu insonlarni siz hayotiga ta'sir o'tkazadigan insonsiz. Siz oynasiz, sizga qarab ular hayotida qanaqangidir deystvalar qiladi-da. Ya'ni sizdan впитывать qiladi-da. Shu kun bitta narsa o'qidimki, inson bu ong ostida nima bo'lsa, shuni so'zlaydi, shu ishni qiladi. Masalan, biz hayotda ko'rganmiz, bir ikkita insonlar bor, shunaqangi toifadagi insonlar bor, ular so'kinmasa gapirasha olmaydi-da. Endi ularni bazasi shu bilan to'lganligi uchun. Yana bir toifadagi insonlarni ko'rsak, faqat axborotlar novostidan gapiradi-da. Shu dunyoda unaqa bo'lyapti, u yerda bunaqa bo'lyapti deb. Chunki ularni bazasi o'shandan to'la. Mana protsessisi, fleshkasi deydigan bo'lsak, inson o'shandan to'laligi uchun ular shu narsani gapiradi. Ya'ni ular bo'sh vaqtida faqat shunaqa narsani ko'radi-da. Men juda xursandman. Siz shunaqa maqsad qildingiz, bu juda oliy maqsad. Bilasizmi? Bugungi kunda Moskvaga, Rossiyaga Kitaylar biznes qilyapti. Rus tilini to'liq bilmaydi, biznes qilyapti. Biznikilar ishni yoraveradi. Har bitta sohada qarasangiz, o'zbek, biz mnogonasionalniy, o'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi, har bitta sohada borda. Men analiz qilaman-da, restoran kirsangiz ham o'shalar. Mana studiyaga keldik, bugun bizni podkastimizni sinimat qilib turgan ham tojik bola, Zafarjon. Ha, Zafarjon?
не ожидала-da. Men Moskvada ko'plab studiyalarda bo'laman. Mana bu yoqda ham bitta o'zimiznikini topib oldik. Tursunzodadan o'zbek tilini biladi. Bu bitta primer. Bizni bolalar mehnatni yorib yuboradi. Pajarni massa bo'lgan o'zin sohasida. Agar biz shularga ozgina foyda bersak, ya'ni bolalar, sizlar mana bunaqa qilsangizlar, biznes qila olasizlar. Yo bo'lmasa o'zlaringizni рабочий o'rin yarata olasizlar. Рабочий o'rin yaratdingizmi, o'sha keyin asta-asta komanda qilib boshqa etapga chiqa olasiz deb biz shuncha harakat qilyapmiz. Siz ham shunga harakat qilsangiz, вообще moshli bo'ladi. Zo'r. Shoirajon, siz qanchadan beri Rossiyadasiz o'sha? 2021 yil. Endi 4 yil bo'libdi. Ko'p bo'lmabdi. Zo'r. Blogni qachon boshladingiz? Men kelishim bilan TikTok ochganman. Hozir TikTokda ham 100 mingtadan ko'p obunachim bor, lekin qulflanib qoldi, bilmadim nima uchun. Keyin 2 yil bo'ldi Instagram ochdim. 2 yilda shunaqa rezultatga chiqdingiz. Yoshi zo'r. Xo'p. Endi biz ko'p ko'ramiz, yigit bolalar blogerlik qiladi-da. Bu blogerlik ham bu oson ish emas-da. Har xil gap bo'ladi, har xil so'z bo'ladi. Ayol kishiga musofir yurtda kelib, blog yuritib, bunaqangi rezultatlarga chiqishiga nima sababchi bo'ldi? Aslida men o'zi bloger bo'lmoqchi emas edim. Boshida ijodimning boshlanishida Peterda faqat manzaralarini qo'yib yurardim. Manzaralarini qo'yib, ya'ni birinchi o'zingizni ko'rsatmagansiz. To'ka o'zimni ko'rsatmaganman, faqat manzaralarni ko'rsatib yurganman. Peterni chiroyliligini misol odamlarga haqiqatda nima deydi? Xuddi Peter odamni sevasiz-ku, xuddi Peterni ham xuddi shunday sevib qolasiz. Chunki men boshida Peterda tanlaganimda kelish uchun bir kishi aytgan edi. Peter odamga o'xshaydi. Peter sevgi shahri. Peter odamni o'zgartiradi deganda men ana shu narsani miyamga quyib olganman. Demak shunaqa. Demak shunaqa joy. Demak uddalasa bo'ladi. Bu bir inson aytayaptiki, Peter haqida fikrim, demak uddalasa bo'ladi deganman. Ana shu xayol, ana shu fikr bilan yashadim men mana shu paytgacha. Demak Peterda rivojlansa bo'ladi, Peterda sevsa, Peter seni sevadi. Mana shu narsani. Keyin Peterda chiroyliligini qo'yib yurdim. Bilasizmi, rosa ko'pchilik, misol o'zimni ko'rsatmaganimda ham bitta videoyim shunday rekka chiqib ketib qoldi-da. Uni O'zbekistonda turganlar ko'rishdi. Ali maqtanish emas, lekin juda ko'pchilik, kamida bir 10-15 ta men bilganim. Sankt-Peterburgga meni o'sha Instagramim orqali ko'rib kelishgan. Ishlashga. Men sizni deb keldim. Peterda misol ko'p ma'lumotlarini berardim. Peterda shunaqa ishlash, shunaqa deb boshida shunaqa ma'lumotlar berardim. Sizga qiziqib keldik biz. Demak, Peterda ishlasa bo'lar ekan, Peterda yashasa bo'lar ekan. Ishlashni ko'rsatmaganman. Prosta misol men o'zimni isbotlaganman. Demak, ham ishlab, ham mana bunaqa blog yurityapman. Birinchi o'sha 2021-yilda hozir Peterda blogerlar juda ham ko'payib ketdi, lekin o'sha paytda bir man, keyin bir qiz bo'lardi. Faqat shu Peterda manzaralarini qo'yib, bu qaysi yillarda? Prime 2021-2022-yillari. Shunaqa. TikTokda boshlaganman, 2023-yili Instagramda boshlaganman. U paytda blogerlar umuman kam edi. Lekin hech qachon men nima deydi, meni bitta yutug'im Instagramda, bundan keyin ham men o'sha takrorlamaydigan narsa, hech qachon men Instagramim, blogimga vahimalar olib chiqmayman. O'shaqangi misol Peterda haligi bor-ku, omon bosdi, red bo'lyapti, xushyor bo'linglar, unaqa gaplar olib chiqmayman. Ya'ni politikaga qo'shilmaysiz? Yo'q, qo'shilmayman. Dokument ishlariga, unaqa narsalarga qo'shilmayman. Meni blogimga kirgan inson, men xohlaymanki, musofirda ham chiroyli yashasa bo'ladi. Sokin yashasa bo'ladi. Hayotini o'zgartirsa bo'ladi. Bundan keyin Xudo xolasa musofirda biznes qilsa ham bo'ladi. Biznes qo'shildi mana. Plus Moskvaga keldim, biznes qo'shildi. Meni blogimda shu kam ekan, lekin bilasizmi, men 23-yil, 24 shaxsiy hayotimda misol o'zgarishlar bo'lsa, statuslarim, istoriyalarim shaxsiy hayotimga bog'liq bo'lardi. Keyin bir kun hayotimda juda katta bir udar bo'ldiki, men Instagramga yig'lab chiqishni boshladim. Это вообще эмоция, vau, yig'ladim. Keyin bilasizmi, menga
bir 10tadan ko'p ziyod qiz yozdi. Shoirajon, sizga nima bo'lyapti? Biz sizdan energiya olamiz. Biz sizni ko'ramiz. Nima bu ahvol? Dediki, men o'shandan keyin bilasizmi, men sezdimki, demak men ko'pchiligiga men o'sha namuna bo'lishni boshladim. Mendan ko'ra bilasizmi, juda ko'p chiroyli gaplar eshitaman-da, sizni ko'rsam yashagim keladi deyshadi. Sizni ko'rib, sizni gapirgan gaplaringizdan biz o'sha oyoqqa turamiz. Bilasizmi, juda ko'p menga yozishadi, dugonalarim aytishadi, mana shu Peterda tanishgan. Kecha misol iftor taymda keldi bir qiz, men sizdan ko'rib dedi, как раз o'sha ish haqida ishdan bo'shasangiz, dalshi yana davom eting. Yana ishlar juda ham ko'p deb video qilganimda prosmotr почти 2 millionga chiqib ketdi. Aytdi, men sizni dedi 2 kun oldin ko'rdim. Asha ish sohasida, как раз uyda ishsiz kimdir orqasidan, bir o'zbekning orqasidan dedi, ishsiz qolib o'tirgan paytim, sizni aynan shu videoyingiz chiqib qoldi dedi. Men yana oyoqqa turdim dedi. Ertasiga borib ish topib, men ishlab ketdim, dalshi unutdim u voqeani. Men xursand bo'lamanki, misol meni gaplarimdan, meni o'zimni tutishimdan kimlardir o'ziga olyapti. Kimlardir shu yo'ldan ketyapti. Kimlardir nima deydi, taslim bo'lmayapti. Men shunisidan xursand bo'laman. Va yana ijod qilishda nima deydi, to'xtash niyatim yo'q meni. Yana oldinga ketaman. Zo'r. Xo'p, Shoirajon полностью baryerlarni olib tashladimi? Ya'ni bo'ladi-yu, toza blogerlarda, men o'zimda ham masalan bor, tupa olib video silmat qilib, uni qo'yishlikda sotsial setga. Ozgina baryerlarim bor. Shu uchun ham hali полностью chiqa olganim yo'q. Men ham bo'lajak, endi ketyapman, yo'lim shu narsani trebut qilyapti. Avgust oyidan yurishni boshladim. Lishni brendimni, chunki samый to'g'ri bu investitsiya bu bizda o'zimizga bo'ladigan. Ya'ni znaniyamizga 2018-yildan beri o'zimni znaniyamga vklad qilib kelaman-da. Vklad qilib kelaman. Обучениyalar sotib olganman, $10,000. $10,000. Bitta endi normal mashina puli. $15,000. Yaxshi sredniy mashinani pulida O'zbekistonda. Shunaqangi jajda bo'lganmanki, men o'sishim kerak. Men tezirim bor. Bogатая семья начинается с меня-da. Men oddiy oiladan chiqqanman. Men maktab o'qimaganman, pul ishlaganman. Men o'zim oddiy oiladan chiqqanman. Faqat maqsadim baxtli va boy oila mendan boshlanadi. Shu uchun faqat upor bo'lib keldim-da. Har bitta insonning kuchli tomoni bor. Agar har bitta inson o'zini kuchli tomonini topib, o'shani attach qilsa, o'sha prям ketadi-da. Verx past ko'rmay, faqat u o'zi ustida ishlab ketaveradi. Yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanadi. Kunida 4 soat emas, 6 soat shug'ullangiz keladi. Men bilamanki, shoira bugungi kunda o'z sevimli ishini topgan. Albatta. Blogerlikda. Shoirajon bugun o'z sevimli ishi bilan shug'ullanib turib, daromad olyaptimi va bu daromadi o'zini qoniqtiryaptimi? Kesh, qancha pul ishlayapsiz? Instagramdan. Blogingizdan. 2023-yilda ochgan bo'lsam Instagramimni, o'sha boshidan kuzatib turadiganlar bor meni, misol, ya'ni shu paytgacha-da yangi auditoriyamga men hozir shuncha pul topyapman desam, ular o'sha qiziqish boshlanadi. Men ham bloger bo'lsam, men ham shuncha pul topishim mumkin deb. Deganmisiz shunaqa? Yo'q. Biromat aytib olib chiqmagansiz. Noto'g'ri hozir informatsiya berib qo'yishim mumkin. Hozir yangi obunachilarimga. Meni 2023-yil yangi ochganimdan beri kuzatib kelayotgan obunachilarim meni shu darajaga yetganimgacha qancha mehnat qilganimni bilishadi. Chunki bu darajaga kelish, misol, hali men katta darajalarga erishmadim, lekin Xudo xolasa erishaman boshlanishi. Xudo xolasa. Lekin mana shu joyga yetib kelish uchun ham hech qanday PR-larsiz, hech qanday bir chiqib ortiqcha ma'lumot bermasdan, vahimalarsiz, shunchaki hayot chiroyliligini yolg'on yashiqlarsiz. Yolg'on yashiqlarsiz, shunchaki bilasizmi, boshimdan juda ko'p narsa o'tib ketgandan men Instagramda juda chiroyli yuraman. Hozir ham. Boshlaganimdan beri. Bir marta o'sha yig'ladim, o'sha qizlarning gapini eshitdimda, men qaytib qo'ymadim. Shuning uchun nima deydi, men o'sha oldindan kuzatib kelayotgan
kuzatuvchilarim bilishadi qancha mehnat qildim shu paytgacha. Endi hozirgi olayotgan daromadimga kelsak, Instagramdan pul ishlasa bo'ladimi deb juda ko'p savol berishadi. Bo'ladi. Bu qanday qilib? Avvalambor reklamalar orqali. Reklamalardan yaxshi daromad tushadi. Reklama ham qanday bo'ladi? Misol hozirda misol o'zini biznesini chiroyli ravishda yurg'izaman degan reklamachi, biznesmen, blogerlarga reklama berayotganlar blogerni auditoriyasini tekshirish kerak deb bilaman. Chunki u foyda qilmoqchimi yoki shunchaki qaysidir misol blogerda ham o'zini yo'nalishi bor-da. Misol o'zini misol shaxsiy brendi juda ham chiroyli, juda ham mukammal bo'lsa, u har xil blogerda postida turmaslik kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Bu nima degansiz? Normalniy tadbirkor. Normalniy tadbirkor. Normalniy blogerda lentasida turishi kerak, reklamasida. Xo'p, u normalniy, nenormalligini qayerdan bilsa bo'ladi? Blogerlarga kirib bilsa bo'ladi, u qanday ijod faoliyat yurityapti. Qanaqasiga u misol blogerlarda ham o'zini kuzatuvchilari bo'ladi-da, obunachilari bo'ladi. Misol uchun men yolg'ondan-da, endi yolg'ondan men sizlarga pul beraman desa, uni auditoriyasi faqatgina muhtojlar bilan to'la bo'ladi. Blogerlarda. Agarda men sizga chiroyli hayot, biznes o'rgataman, misolda endi chiroyli hayotda yashashingiz, hayotingizni o'zgartiraman desa, hayotini o'zgartiruvchi insonlar unga obuna bo'ladi. Xo'p, shuni qanaqa qilib tekshirsak bo'ladi? Например, tasavvur qiling, men shu o'zimni forumimni, tadbirkorlar yig'ilishini reklama qilmoqchiman-da, endi iloji yo'q. Yaxshi mahsulotim yaxshi bo'lsa, значит men buni ommaga yetkazib bera olishim kerak. Xalq bilishi kerak. Xalq sizlarni kuzatadi. Ya'ni sizlar orqaligina men yetkaza olaman xalqqa-da, birodarlar, real mana shunaqa zo'r mahsulot bor. Yo'q bo'lsa yig'ilishyapti o'zimizdagilar deb. Xo'p, meni kes qilib oladigan bo'lsak hozir, men nimaga e'tibor berishim kerak? Boshida gapirib o'tdingiz, misol bir xilga insonlar so'kinmasdan yasha olmaydi. Da. Og'zidan yomon gaplar chiqmasa yasha olmaydi. Siz aynan shunaqa misol so'kingan, yomon gaplar gapirgan, misol lentasida bor insonga reklama bergan bo'larmisiz? Yo'q. Ну, boshida tadbirkorlar даже bilmay qoladi. Даже qaysi blogerga approchatsiya qilish bilmaydi-yu, do'stlardan so'raydi, yon atrofdagilardan so'raydi. Bormi blogerlar kimga reklama bersak bo'ladi deb-da. Ko'r-ko'rona ular yonida atrofdagilar kim maslahat bersa, o'shalarga reklama chiqarib yuboradi. To'g'ri. Xato qiladi. Ya'ni siz aytmoqchisizki, kirib ko'rsin lentasini o'sha blogda-da, to'g'rimi? O'zbekistonda bilasizmi, tadbirkorlar, misol blogerlar bor-ku, 1 milliondan ko'p, Lil Xurramov bor, Feruza Normatova bor, Chechenka bor. O'zini misol hurmat qilgan tadbirkorlar ular bilan oylik, yillik shartnoma qilishadi. Chem tovarlari, mahsulotlari boshqa blogerlarning nimasida aylanishni xohlashmaydi. 1 oylik, 2 oylik shartnomalar qilishadi-da, to'lqa o'sha insondan rezultat kutadi-da, bor e'tiborini, bor o'sha reklama tiqayotgan pulini bitta insonga beradi-da, faqatgina ana shu inson bilan ishlaydi. Hozir musofirlikda misol tadbirkorlar, endi biz yurt emas-ku, misol hammamiz musofirmiz. To'g'ri kelganga berib yuborishyapti hozir. Bilib turibman, to'g'ri. Unda natija bo'lmaydi deb o'ylayman. Ya'ni bitta blogerni ambassador qilib qo'yishlik. Xuddi shunaqa. Misol bittasi bilan ishlasinda, bloger tadbirkorni ko'tarsin, tadbirkor blogerni ko'tarsin. U o'zini tadbirkorligi bilan, u o'zini blogerligi bilan. Men shunaqa deb bilaman. Xoh 15 mingta, 10 mingta podpischigi bo'lsin, xoh 1 millionta podpischigi bo'lsin. Men shunaqa deb bilaman. Zo'r. Hozirga bilasizmi, Peterda juda ko'pchilik bitta blogerga berdi, просто tak reklamani pulini berdi, tamom. Misol 200 manga berdi deylik-da, manga berdi deylik, u natija ko'rmadi, u hech qachon bir martadan natija ko'rmaydi. Chunki men o'sha bir kunda 2 marta post qo'ysam, o'sha pastga tushib ketadi u. Shuning uchun aytaman, o'zimni yaqin tadbirkorlarimga aytamanki, men bilan oylik qilib ko'r, men senga oylik ishlab beray, keyin ko'r. Yo'q, ular bunday qilishadi-da, bir marta reklama berishadi, keyin qarashadi, boshqa blogerlarga berib. U narsa misol biznesga kirmaydi u narsa. Ularda ham yaxshi bo'lmaydi, blogerda ham yaxshi bo'lmaydi u narsa.
Shuni reels qilib olib chiqqanmisiz o'ziz? Mana shu kontentni reels qilib olib chiqqanmisiz? Shuni Shoirajon reels qilib olib chiqing. Keyin mana shu первый sarlavhangizga ildirib qo'ying shu narsani. Har bitta masalan kirgan kishi ko'rsin shuni. Bilsin. Bu ham bir znaniya-da, znaniya bir nur. Znaniyamiz yo'qligidan biz xato qiladi tadbirkorlarda. Qarang, yaxshi kontent. Ya'ni bu ham siz tadbirkorlarga yana bitta yo'l ko'rsatgan bo'lasizda o'shanda, xudo xolasa. Chunki tadbirkorlar o'zini obro'yini, o'zini statusini tushirmasligini men so'rab qolardim, to'g'risi. Hozir o'zbekchilikda bilasizmi, meni gaplarimni noto'g'ri tushunishi mumkin. Endi hammaning o'zining rizqi bor. Achchiq haqiqatda bu. Hammaning o'zining rizqi bor. O'sha 10 mingtalik blogerda ham, 100 mingtalik blogerda ham. Men bilasizmi, bu blogerlik sohasini men butun ishlarimni musofirchilikda o'sha ishlarimni yig'ishtirib qo'yib, blogerlik sohasini tanlaganman men. 1 yil bo'ldi. Shunaqa, 1 yil bo'ldi. Bor fokusimi faqatgina mana shu blogerlik sohasiga qo'ygan, qaratganman. Mana o'zim oldimga maqsad qo'yganman. Xudo xolasa agar musofirchilikda meni nima deydi, o'zimiznikilar qo'llab-quvvatlashib tursa, 500 mingtaga yaqin bo'lsam, o'zi hozir men o'zi biznesimni boshladim boshladim. Keyin misol 500 mingtaga yetganimda o'zimga bir nimamda endi oldimga qo'ygan maqsadim o'sha yana ham bir bizneslarni rivojlantirib. Chunki juda ko'p misol O'zbekistonda blogerlar hozirda reklama olmaydi. Nima uchun? Chunki ular o'zini biznesini yaratib bo'lgan. Men ham xuddi shu narsani xohlaymanki, menga ishongan odamlar bilan men birgalikda o'z biznesimni boshlamoqchiman. Shoirajonni qanaqangidir o'zini zakonlari bormi, как bloger? O'zingizni qadriyatingiz borki, mana shunaqa reklamalarni olib chiqmaysiz. Yo bo'lmasa reklama olayotganda uni tekshirasizmi, borib ko'rasizmi, yeb ko'rasizmi, kiyib ko'rasizmi, qatnashib ko'rasizmi-da? Va shunaqa kriteriyalarimiz bormi? Misol men reklama qilayotgan kafelarga boraman, birinchi ovqatini yeb ko'raman. Xizmat ko'rsatishlarini ham. Misol men reklama oldimmi kimdandir, birinchi o'rinda men Instagramni tekshiraman. Qanaqa Instagram yuritadi? Instagramidagi misol xatolarni, kamchiliklarni tuzatib berishga harakat qilaman. Misol Peterda men shu paytgacha misol reklama qilgan ko'pchilik salon, darsh hammasi salonchi qiz bo'ladimi, misol kafe ochgan bo'ladimi, Instagramini yurg'izing deyman. Aytaman, nima uchun menga reklama beryapsiz shuncha pul qilib? Men Instagram yurg'izaman, menda bitta post Instagramda chiqadi reklamangiz. Demak, siz ham men baravar yurg'izishingiz kerak. Men sizni postingizni qo'ydimmi, bir hafta davomida siz aylanasiz. Meni kuzatuvchilarimga bu kim ekan deb siz qiziqarli bo'lasiz. Demak, siz bir hafta davomida siz o'zingizni ko'rsatib oling deyman. O'zingizni tanitib oling. Men prosta sizni mana bu inson deyman. Ag'iga siz ismingizni ayting, familiyangizni, o'sha siz o'zingizni taniting deyman. Men prosta reklamachiman deyman. Keyin hozirda aviakassaga ambassadorman, klinika bor Peterda o'sha birga hamkorlikda misol Instagramda deysizmi, birga ishlab kelaman. O'sha 1 oylik, 2 oylik shartnomamiz bor. Darji misol har oyda rashotlashamiz. Tekshirib turaman. Nima qilyapsizlar? Men shunchaki tashab qo'ymayman. U men bilan yana darji aloqani davom ettiryaptimi? Misol mendan yordam so'raydi, boshqa qiladi, misol mana bu joy una bo'lyapti, mana yokida Shoirajon sal susayib qol. Men yana darshi men ular bilan davom etaman. Hech qachon hali menda mas'uliyat bor. Reklama qilib, misol yolg'ondan, voy mana unaqayda deb ketmayman. Men misol qaysidir reklama olib chiqdimmi, o'sha menga jalba tushsa, men ularga aytaman. Sizlarda uslugani o'g'ninglar. Jalba bor. Sizlarda ovqatlaringni o'g'ninglar. Jalba bor. Klinikalarga ham aytaman-da. Bu yaxshilanglar. Yaxshilanglar, ha. O'sha to'g'ri nimaga qo'yinglar. Meni nomimdan kelib, doim men reklamamda aytaman, meni nomimdan kelsa skidga bormi? Bor deb aytaman auditoriyamga. Shoirajonni nomidan desa, arzon qilib beringlar. Arzon qilib beringlar. Keyin bilasizmi, hozirgi paytda rosa ko'pchilik reklama berayotganlar o'zlari aytishadi, sizni nomingizdan kelsa skidga. Chunki aytaman-da, men boshida boraman, biz musofirga ishlagani kelganmiz. Misol darji men o'zim kasal bo'lsam, doktorga bormayman. Chunki qimmat deb o'ylayman.
lekin men aytaman O'zim mani o'zim nomimdan- davolayman deb. ha shunaqa mani nomimdan kelsa misol doktorga juda muhtoj bo'lgan odamlar borishadi, iltimos arzon qilib beringlar. Aviakassa reklama qilyapman, qiynalganlarga даже biletini tekinga iloji bormi deyman, bor. Klinikada ham aytaman, iloji bormi, bor. Iltimos deyman, yordam beraylik bir-birimizga, o'zbekmiz-ku deyman. Ya'ni Shoirajon не только blogini продвигать qiladi, reklamani, xayriyani ham bir yo'lakayiga olib borishga harakat qiladi. Men xohlayman, bilasizmi? Misol musofirdaman, hozir musofirda hech kim xayriya bilan shug'ullanmaydi. Men juda xohlayman xayriya bilan shug'ullanishni, lekin men hali u narsaga tayyor emasman. Aytadi. Chunki men bilasizmi, hammaga yordam bergim keladi. Yordamga muhtoj odam juda ham ko'p musofirda. Juda ko'p. Unaqada Shoira o'z gapida turadigan va слишком добрый inson ekanda. Buni men emas-u, juda ko'pchilik bilishadi bu narsani. Ha. Lekin nima deydi, xohlayman juda ko'pchilikga yordam berishdi, lekin meni blogim, meni ish faoliyatim bundan iborat emas. O'shaning uchun men bitta sohani tanladim, faqat shu blogerlik, o'zimni biznesimni boshlash shu yo'lda ketaman. Lekin men aytibman-ku, o'sha reklama bergan joylarimga iltimos arzon qilib beringlar, iltimos bir-birimizga yordam beraylik. Mana shunaqa gaplarni gapiraman har bir reklamachi bilan. Zo'r. Shoira, nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda Nollan yana blogerlik yo'liga qadam tashlab, успешный bloger bo'la olishlik qanchalar real bu narsa? Bor ayol kishiga. Nima xatolarni qilmasligi kerak? Bilgan-ku, siz bu o'ringa bekorda tak prosta kelmagansiz-da. Bor xatolar siz bosib o'tgansiz. Bu xatolar sizga dars bo'lgan. Shular haqida gapirsangiz. Oson emas, to'g'risi. Chunki blog boshlaganingizda, musofirda blog boshlaganingizda, birinchi o'rinda siz qarindosh urug'laringizni gap so'zlariga, tanqidlariga, achchiq gaplariga tayyor turishingiz kerak. Juda ko'pchilik ana shu narsaga bardosh yetmaydi. Chunki ojiza bo'ladi. Ojiza o'sha tarafini deb kechib yoradi bu narsadan. Keyin odamlar gap so'z gapiradi, musofirga ishlagani kelganmanmi, keyin ishimni qilayda, ketay deydi. Orzulari tarafga yurishni bilishmaydi ko'pchilik, qo'rqoq. Xo'p, sizni qaysi kontentingiz imminna shu qarindoshlaringiz tarafdan tanqidga uchragan? Balkim o'sha yerda o'zingiz neправильный kontent chiqarib qo'ygandirsiz. Bitta kontentim bo'lgan, u ham o'sha yanvar oyida men Turkiyaga ketganman qizim bilan. Kirdi chiqtiga ketganmiz, dokument masalasida kirdi chiqti qilib Turkiyani tanlaganmiz. Turkiyaga borganimda birinchi o'zimga yoqqan kontentim ham shu bo'lgan. Lekin shu kontentim orqali juda ko'p gap so'z eshitganman. Bilasizmi, men birinchi TikTokda faoliyatimni boshlaganimda, o'sha endi bizda qishloqda o'sganman. Shuning uchun bizda gap so'z juda ham ko'p. Noto'g'ri informatsiya bo'ladi, misol. Ya'ni shoiraga qimmatga tushgan kontent bu Turkiyada olingan, o'zi sevgan kontent. Gastinsada olingan kontent bo'lgan u narsa. Borganmiz, otelda turganmiz. Misol, bloger bo'lganimdan keyin, misol, ba'zida endi hozirgi paytda o'zi juda ko'p narsa tekinga tushyapti. Misol, bu ham pul. Ayol kishi uchun, musofir uchun bu ham pul misolda. Borganimizda qizim bilanman, to'g'risi u paytda uncha men pulga kirganim yo'q, blogerlik sohasida pul topganim yo'q edim. O'sha yerda bir o'zbek ayollar men joylashtirishganda samolyotda tanishib qolganmiz. Keyin atdi gostinitsadagi bola o'zbek bo'lgan. $50 1,5 ming TL gostinitsa narxi bo'lgan. $30. Shunaqa $50 bo'lgan. $50 degan dollarga tushganingizda keyin men blogerman deganman. Chunki menga $50 pulam pul edi o'sha paytda. Men blogerman deganman. Xohlasangiz reklama qilib berishim mumkin deganman. Mayli degan. Chunki $50 pul edi-da men uchun. Ya'ni u gostinitsa o'sha ateli o'zbeklarniki bo'lgan atel. Yo'q, turklarniki bo'lgan, ishchilari o'zbek bo'lgan. Aha. Keyin o'shanda men o'ylab kontent olganman, rosa Instagramda qidirganman, boshqa qilganman. Keyin kontent olganmanda pijamada bo'lganman.
bunaqa yopiq oq pijama ko'rishingiz mumkin, men sizga ko'rsatishim mumkin. Shuningdek, hamma narsam yopiq, joyim, lekin nomi pijama bo'lgan. Shunda keyin men kontentni olganman, keyin o'sha syomka jarayonida vannada olingan nimasi bo'lgan. U paytda misol men ustimda kiyimim bo'lgan, prosta suv yoqilgan, o'sha telefon ushalgan, suvni olyapman, qizim kamera ushlagan, kremni siqyapman. Ana shu holat. Endi ularda misol o'ylashgan, u boshqa holatda olyapti bu narsani deb o'ylagan, lekin syomka jarayonida misol ustimda kiyim bo'ladi, boshqa qizim oldimda. Pijamada videoga tushdi deb juda ko'p gap so'zga qolganman, o'shanda yig'laganman. Даже to'xtatmoqchi bo'lganman, nimaga tushunishmaydi. Chunki TikTok ochgan paytim xuddi shunaqa gap so'z bo'lganda men bir to'xtatib qo'ydim. Yana dars davom etdim. Keyin 3 kun yig'ladim. Keyin o'zim o'sha qizim, hozir 13 yosh. Aya, biz oldingizdamiz. O'zim o'g'lim, biz oldingizdamiz. 12 yoshli, o'sha 12 yoshda edi u paytda, 12 yoshli qizim deb men Instagramning nastroykasiga kirib o'pish o'chirmoqchi bo'lganman. O'sha paytda qancha edi ahvatingiz? 60 mingta, ahvatim почти 6 millionta shunaqa edi. Nastroykasidan udalit qilmoqchi bo'lganman, lekin yo'q deganman, to'xta Shoira. Sen uchun $50 ham pul-ku. O'zlariga kelib qolishadi deganman. Lekin hozir shu darajaga chiqdimki, даже pijama patilar uyushtirdim. Yo'da? Pijama patilar. O'sha bolli seramni olib tashlabsiz-da, dokazat qilibsiz. Piterdagi даже juda ko'p qizga pijama kiygizdim, pijama pati o'tkazdim. Chunki o'sha men cho'qqiga chiqib bo'ldim. O'ziz o'xsizda. Taslim bo'lmadim. Har qanaqa shamolni o'sha mensimay qo'ydingiz. Ha, shunaqa. Ko'rdingizmi, hammasi o'zimizdan. O'zimni kuchliligimni isbotlagim keldi. Xo'p, Shoira, nima maslahat bergan bo'lardingiz? Ana ayol bo'lib o'z blogini yurg'izsa-da, o'z blogini yurg'izsa-yu, qaysi xatolarni qo'ymasin? 1, 2, 3. Nomini saqlagan holda, avtoritetini saqlagan holda, avtoritet nom bir saqlagan holda real rezultatga chiqa oladi. Men bu narsani siz savol beryapsiz, istoriyalarimda juda ko'p aytib o'taman. Prямо efirlarimda ham juda ko'p misol ayollar kuzatadi-ku, aytib o'taman. Birinchi o'rinda ayol musofirda blogini boshlamoqchimi, birinchi o'rinda nomusni qo'yish kerak. Ayollik nomusini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Ya'ni tadbirkorlar misol ko'pchiligi erkak kishi. Erkaklarda misol nafs bo'ladi. 95% erkaklar qiladi biznesda. Bir xil inson deb o'ylamaymiz. Har misol insoflilari ham bor. Lekin ba'zilari borki, men qanaqa bloger bilan ishlayapman, men shunaqa deb o'ylayman. Qanaqa bloger, bu halolmi? O'sha nima? Chunki u biznesga ta'sir qiladi. Uni misol reklama pulini beryaptiki, uni biznesiga ta'sir qiladi. Misol bloger xato yo'lda ketib, u harom ishlar qilib yursa, u tadbirkor biznesiga, chunki aytadi-ku, yoningdagi dugonang, do'sting nimasi senga o'tadi. Qaras yo'qadi deydi. Xuddi shunaqa. Balkim sinash uchun aytadimi, men bilmayman, lekin menda boshida bo'lgan shu narsa. Men reklama qildim, даже men 100 ming rublga bir oyga dogovor bo'ldi. Boshida 25 ming, 30 ming shunaqa уже kelasiz. Keyin tushlikka taklif qildi u inson, obro'li inson, Peterda tanishadi hozir ham. Keyin chaqirdida tushlik, men aytdim, menga deydi, ikkinchi xotin bo'ling. Nima sabab? Ishlaymiz. Ish bilan ishni aralashtirmang dedim. Biznesmen hamkor deb meni qabul qiling. Men siz bilan chiroyli suhbatingizda ham misol har xil mavzuda, misol o'zi biznes sohasidagi har xil mavzuda bemalol gaplasha olaman. Tushunmaganimni sizdan so'rashim mumkin, siz menga tushunmaganingizni mendan so'rashingiz mumkin, как будто biz biznes hamkorlarimiz. Deb juda ko'p aytaman. Keyin shunday bo'ldi-da, u menga o'sha taklif qildi. Men kechdim o'sha pulidan. Yo'q dedim. Meni birinchi reklamalarim edi o'sha. Men shu narsani kechdim. Puldan kechdim. Bilasizmi, o'sha pulga rosa muhtoj edim o'sha payt. Kechdim. Yo'q dedim. Men halol yo'ldaman, tamom. Menga kerak emas. Bu ikkinchi marta bo'ldi, ikkinchi martasida ham kechdim. Keyin uchinchi martasida o'sha ogohlantirishni boshladim. Reklamaga chaqirishadi. Men ishmi ish. Tamom.
Если деловое предложение, Ha. welcome. Ishmi A to ish. vali. Tamom. Shunaqa deb o'ylayman. Birinchi o'rinda ayollik o'sha nomusini, ikkinchi o'rinda maqsadlarini to'g'ri qo'yish kerak. Blogermi, misol yarim yo'lda kimnidir uchratib qolib, sevib qolib, to'xtat Instagramingni deyishiga yo'l qo'ymaslik kerak. U maqsadmi? Farzandlar O'zbekistonda boqish kerak, pul kerak, yuqori natijaga erishish kerak. Tamom, sevgi, oila, u narsani yig'ishtirib turib dalish ketish kerak. Bu ikkinchisi. Uchinchisi nima deydi? Yolg'on ma'lumot, vahima, nima deydi? Kimlargadir taqlid qilib emas, kimlargadir kuyib emas, faqatgina o'zini ustida ishlab, faqatgina shu o'zini sohasida davom etishini bitta sohada. Hozir borda misol kimlardadir o'xshayotgan narsalarni u qilib chiqmoqchi bo'ladi. Misol o'zini sohasi boshqa, lekin u sohada sinab ko'ryapti, bu sohada unda natijaga erishmaydi. Chunki atrofdagi o'sha musofirlar mana bizni kuzatayotgan hammasi har bir blogerda o'sha kuzatadi, qaysi yo'ldan ketyapti. Har holda bo'lmaydi. Birinchi o'rinda o'sha ayollik nomusi, ikkinchi o'rinda maqsadlari, uchinchi o'rinda halollik, to'g'ri ma'lumotlar, odamlarni aldamaslik deb o'ylayman. Zo'r. Xo'p, Shoiraxon, men bu forumdan keyin o'zgartirish kiritaman deyapsiz. Qanaqa qilib o'zgartirish kiritasiz kontentlaringizga? Shu paytgacha men SMMchik bilan ishlamaganman. Xudo xohlasa men Piterga borganimdan keyin bir yaxshi SMMchik topaman-da. Hatto kontentlarimda ham o'zgarish qilaman. Faqatgina meni bilasizmi nima uchun meni kuzatishadi? Dalshi men musofir ayol Instagram profili ochdim, bir oyda 12 mingta, почти hozir 13 mingta odam yig'ildi. Men bilasizmi, obunachilarimga mendan nima kerak? O'sha men bildim. Musofir hayoti. Musofirda o'tgan o'sha boshidan o'tgan o'sha qiyinchiliklari uni kontent qilib chiqaraman. Lekin meni o'zimning shaxsiy profilimda faqatgina musofirlikda o'zini biznesini qilib, harakat qilib yuqori cho'qqilarga erishishni nima deydi, isbotlamoqchiman. Zo'r. Meni atrofimda misol mana siz qizlar, biznesmenlar bilan misol mana shu studiyaga kelib o'tirisham oson emas. Sizni ishonchingizga kirish oson emas birinchi o'rinda. Men demak, sizni ishonchingizga kirdimmi? Demak, men yana davom etishim kerak. Har oy kelsangiz, o'zi har oy har xil tadbirkorlar bilan uchrashib, tanishib, ularning znaniyalari, ularning svязьлari bilan bo'lishib, o'zingizga kerakligini olasiz, xudo xohlasa. Men o'z bilasizmi, nimani o'sha forumdan keyin men bitta tadbirkor bilan kecha ko'rishdik-da. U menga reklamaga chiqqan, reklama. Men unga aytalyapman-da, siz biznes qilmoqchimisiz? Nimaga kecha forumga kelmadingiz? Yo'qasdan olyapman. Sizga kerak shu narsa deyapman. Darshi Peterdan bir dugonam telefon qilyapti, u ham biznes, o'zini biznesiga ega. Sen uchun seni joying edishadi. Nimaga kelmading sen? Shunaqa. Bu bilasizmi, bu iskrini-da o'sha. Xohlaysizki birovga yaxshi bo'lishligini-da. To'g'ri. Вот оно реально продукт хороший, и biz bilamizki, har bittamizga kelishimiz kerak. O'sishimiz uchun shu kerak-da. Bu narsa Amerikaga 50-30 yil oldin bo'lgan shu narsa. Masalan, Donald Trampni hamma biladi. O'sha Donald Trampni keysini aytib beray, o'zi quruvchining o'g'li bo'ladi. Otasi uy qurib, o'shalarni ijaraga beradi-da, o'zi uy qurib. O'g'lim правильно joyda ko'karsin deb shu biznes klubga qo'shib qo'yadi, pul to'lab. O'g'li благодаря mana shu окружение tushadi-yu, kerakli, качественный окружениеga tushgandan keyin o'sha yerda o'ziga kerakli svязьlarni orttirib, ulardan o'ziga ustozlar olib, otasi bir umr qilolmagan, bir umr yetgan narsasini 1 yil, 2 yilga qilib beradi. Otasidan o'zib ketib, otasini faxri bo'ladi-da. Настолько влияет bizga окружение. Aytadi-yu, bizda irodamizdan ko'ra atrof muhitda irodasi kuchliroq deb-da. Men juda xursandman, siz kelib shuni o'zingiz ko'rdingiz. Во-первых, siz shu narsani o'zi открытый bo'lib принять qildingiz, keldingiz, участвовать qildingiz. Ya'ni qadriyatlarimiz to'g'ri kelar ekan-da. Rus tilida человеческая ценность deydi. Bizga keladiganlar qadriyat boshqa xil insonlar. To'g'ri.
qadriyati boshqa xil insonlarda bizlar чуть-чуть ненормальный insonlar. Normalniy insonlar uyga o'tiradi, oshna-g'ayz bilan o'tiradi. Kechangi bizning forumimizda все ненормальный insonlar edi. Bu ненормальный insonlar ненормальный pul ishlashadi. O'zga hayot odamlari mana shunaqa deb o'yladim. Istoriyaga ham qo'ydim. Men qanaqa joyga tushdim? Men boshqa dunyoga tushdim. Zo'r. Shoira, nima biza birgalikda qila olamiz siz bilan? Men sizga nima полезный bo'la olaman? Sizga, sizning auditoriyangizga. В чем я могу быть полезна deylik? Nima deb o'ylaysiz? O'ylab ko'rdingizmi? O'zingiz kecha menga katta yordamni berib bo'ldingiz. O'zi Moskvaga chaqirganingiz, o'zi men auditoriyamga sizni katta yordamingiz bo'ldi. Mashalloh. Men yana ham полезный bo'lishni xohlayman. Nima biz qarang, o'zsa o'zimiznikilar o'ssin. Kuchaysa o'zimiznikilar kuchaysin. Xo'sh, mana siz Peterdan, men Moskvadan. Biz birlashsak o'zamiz. Biz birlashib nima qila olamiz? O'zbek tadbirkorlar, SNG tadbirkorlarga deylik-da. Nima biza bularni o'sishiga qanaqa qilib biz yordam bera olamiz? Qarang, hozir savolingiz javobini keyin beraman. Hozir boshqa gap gapirmoqchiman. Xo'p, gapiring. Meni niyatim sizdaqa insonlar ko'p bo'lishligini xohlayman. O'zbekistonni qo'yib turaylik, Moskvada, Rossiyada, qaysi shaharda bo'lsa ham musofirdagi o'zbeklarni butun o'sha o'ylaydigan fikrlari, niyatlari xuddi sizgidaqa bo'lishini xohlayman. Chunki bilasizmi, meni nima xafa qiladi? Men kechagi kunda biz juda ko'p kommentariyalarda, misol, nafaqat meni, boshqa blogerlarda hamda negativlarni ko'rib qolsam, men achinaman. Ularni misol o'sha o'zbekcha yozadi, o'zbeklar. U O'zbekistonda blogeri bilan, misol O'zbekistonda yutuqqa erishayotgan inson bilan musofirda yutuqqa erishayotgan odamning osmon bilan yercha farqi bo'ladi. Ancha munchasiga emas, musofirda kelib bir ikkita odam ortiqcha odamga tanilib yokida bir o'zini ishini o'tkazib, mahsulotini sotib, misol kafe ochib turib, unga odam chaqirib, shu darajada misol mehnat qilishda o'zi bo'lmaydi. Juda qiyin. Lekin meni juda ham xafa qiladigan narsa bu поддержка yo'q. O'zbeklarda bo'lmaydi поддержка yo'q. Bo'lmaydi поддержка. Поддержканы biz har kim o'z-o'ziga yaratish kerak. Shunaqa narsa yo'q. Masalan, siz o'zsiz поддержка bo'ldimi? Yo'q. To'g'rimi? Bundan buyon qarang, bitta etapga keldingiz. Поддержка bo'lmadi. Siz yana ham etapga chiqaman deyapsiz. Поддержка bo'lmaydi, go'zalim. Biza поддержканы o'zimizga berishimiz kerak. Menga bo'ldi поддержка. Misol, mana 200 mingta auditoriya meni o'zbek, qirg'iz, tojik. Men bulardan juda ham xursandman. Misol, podpiska bosib, like bosib, meni juda ko'pchilik поддержка qiladi. Lekin ba'zi bir o'sha negativ insonlar meni поддержкамdan ko'ra negativim juda ko'proq. Butun blogerlarda misol. Men aytaman-da, men nimada xato qilyapmanmi? Misol, mana kecha forumga keldim, chiroyli forumlarni qo'ydim, lekin o'sha kontentlarimda ham hattoki negativ bor. Men darja o'zimga yozdi bir qiz. Siz deydi, qanaqasiga bo'lishi mumkin? Bu darajada yuribsiz. Bilasizmi, u gapga, u yozilayotgan narsani ichida o'sha hidi chiqib turibdi. Uni ichidagi bo'layotgan nafratini hidi chiqyapti darja yozilgan narsada. Men yozdim, qizga javob berdim. Qarang, Shoira. Karvon o'taverar ekan, it huraverar ekan. Shunaqa. 5 barmoq barabar emas. Shunaqa. Agar biz har qanaqa melkilarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, kim o'sadi? Shunaqa. E'tibor bermaslik kerak. Men e'tibor qilmayman, lekin yo'q, siz achinaman. O'sha insonlarga achinaman. Hayoti faqatgina birovlarga sizga motivatsiya berish kerak-da. Подождите, я покажу. Birovlarni, misol, yutug'ini ko'ra olmaslarga achinaman. Shoiraxon, endi har oy Moskva kelasizmi biz taklif qilsak? Albatta. Super. Har oy kelsangiz, qarang, bizga hozir bu birinchi qismi bo'lsin podkastimizning. Xo'p. Bir oydan keyin ikkinchi qismini xizmat qilamiz. Nima dedingiz? Alloh nasib qilsa. Bo'ladimi? Xudo xolasa. Men planimga kiritganman. 19-aprelda xudo xolasa Sankt-Peterburgga forum uyushtiraman deb. Talablarga binoan. O'shanda endi biz Peter boramiz.
Xudo xohlasa. Siz bizni Peterdan qo'llab-quvvatlaysiz. Qaysi oyda dedingiz? 19-aprelda. Aprel. Bitta spikerimiz tayyor o'sha. Xudo xohlasa, o'zimiznikilarda. Bu talablar bo'lyaptiki, Mohigul o'zbekcha qiling. Aytib bo'ldi, Peterda o'zbekcha qilamiz. O'zbekcha. Da, o'zbekcha qilamiz, чтобы har bitta o'zimiznikilar eshitsin-da. Yangi versiyasini ochaveramiz o'zimizning tadbirkorlar. Xudo xohlasa, musofirda ham chiroyli bizneslar qilib, Hammasi imkoni. o'zimizni ko'rsatamiz. Da. Mana kechagi kun endi buni qo'yasizmi, qo'ymaysizmi aytib o'tay. Sankt-Peterburgda bitta o'zbek, Qashqadaryolik bitta o'zbek 7-etajdan tushib ketgan bolani Ko'rdim. ushlab qolgan. Bugun menga turmush o'rtog'im ko'rsatdi. Bilasizmi, qanaqa faxr. Men ertalab Unga sadoqqa nima ketyapman, berishdi-yu prezidentimiz? yig'layapman. Prezidentimiz faxriy yorliq berdilar-da. Men voy murashga ketdim. Men yo'sha yig'ladim-da, ko'ryapman. Haligi odam bilasizmi, tushuntirib beryapti, ruscha uncha bilmas ekan. Men deydi, unaqa qilib ruslar kommentariyasiga kirdim-da, ruslar yozgan. Sen tilni bilmasang ham zato odamgarchilikni bilding-ku deyapti. Batta til zачем deyapti. Nima muhim hozir batta ruschani bilishing deyapti. Misol mana bunday olib qaraganingizda Sheva anaqa kelishmagan, ruscha uncha biz aksent bilan gaplashamiz-ku. Tushuntiryapti haligi bechara, lekin muxbir ham kommentariya rus уже nimada nashrida chiqyapti. Конечно. Sen уже geroysan. Qarang bizni xalq qanchalik duxli. Qarang bizni xalq qanchalik oliyjanob. Qarang biznikilar qanchalik doyurak. Bitta Nastoyash qilgan mujikda har yaxshiligiga kim qo'ldan kelmaydi, bu ushlab qolishlikda. o'zini hayotini o'sha bilasizmi, tepadan tushayotganda 20 kilo 100 kilo bo'lib tushadi. Nima ves. Shunaqa faxr, misol mana blogerlar chiqarishni boshladi, o'zi faxrda bu narsa. Misol mana o'zini biznesini qilib, mana shu sohada chiroyli kiyinib, viqor bilan, bu posudomokalarda boshqa narsalarda emas, viqor bilan Moskvada, Rossiya, umuman Rossiya hududida chiroyli yurib, bu bizni obro'yimiz deb o'ylayman. Men hammani shunaqa yurishni xohlayman. Bir so'z bor. Odam qilgan ishda odam qiladi. Bir so'z bor. Inson har bitta sohani o'rgana oladi. Agar hozir shoirani Mediumsga qo'yadigan bo'lsak, 4 yil, 5 yil, 7 yildan keyin siz belli xalatlarda vrach bo'lib, davolab o'tirasiz insonlarni-da. Hamma narsani o'qib o'rganish iloji bor. Bu znaniya, bu nur. Biz nima uchun qora mehnatda qilyapmiz? Bir kitob bor, Napoleon Hillni, Думай и богатей, ya'ni o'yla va boy bo'l. Hech qayerda yozilmagan ishla va boy bo'l deb-da. O'yla va boy bo'l. Ya'ni bizni ota-bobolarimiz qanchalik insonlarda Al-Buxoriy. Qarang, birinchi inson shu bizni Qur'oni Karimdan keyin birinchi insonning kitobi mana shunaqangi taqdirlanganda u kishining kitoblari. Bizda qanchalik Amir Temur bobomiz, Mirzo Ulug'bek, sanasak bironta yo'qda yo'qda unaqa. Bilasizmi? Yana hozirgi kunda yoshlarimizga imkoniyat berib, hammasi oltin medal olib kelyapti-da. Shuni ko'rib ko'z quvonadi. Shuna inakda kayfiyatim yo'q bo'lsa, bilasizmi qilaman. Shuna olaman-u, shu o'zimizni hozirgi yoshlar, buyuklarimiz demaylik, oddiy yoshlarni shuna chempionatdan borib, birinchi o'rin olib kelganini ko'raman, shunaqa faxrga to'laman, shunaqa energiya zarajanni bo'laman. Endi slovam не передавать-da. Shu uchun agar biz mana shu o'zimiznikilarni birlashtirib, ularga yangi eshiklar ochsa bo'lishligiga ozginada 0.01% hamma emas, hamma uchun emas, hamma ham qilishi kerak emas. No, talanti bor, doyurak, o'ziga ishongan duxli, pajarini miyasi bolalarimizga, oppalarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatishga sababchi bo'lsak, bu juda katta savobda. Bu juda katta savob. Masalan, siz aytyapsiz-ku, men kecha keldim, topdim joyimni deyapsiz. Men xohlaymanki, 1000 ta emas, 10 tasi kelsin, men topdim joyimni. Endi men bilaman qayoqqa borishdi, nima qilishdi kerakligini desa, o'shani o'zi bizga yetadi-da. Bitta inson 10 ta ishchiga rabochi o'rin yaratsa, 10 tani o'lim deganga 2 tadan farzandi bo'lsa, 20 ta farzandi bor-da. Qancha oilalarga yaxshilik ketadi. Yaxshilik to'xtab qolmaydi. Masalan, biz sizga hozir bir-birimizga yaxshilik qilsak, bu yaxshilik yana davom etadi, sepichka-da. Shoiraxon kelganingizdan, ishtirok etib, sizga yoqqanidan xursandman.
siz bilan hamkorligimiz davomiy bo'lsin va bizni siz bilan qilayotgan ishimiz xayrli bo'lib, yon atrofimizdagilarga polza keltirsin. Manfaatli bo'lsin. Olamga, insonlarga va siz bizga. Sizga ham rahmat. Shoira, bizni musofirchilikka kelaman deb chetdan kuzatib turgan va vot Moskva, Rossiya kelaman degan xotin-qizlarga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Kelishinglarnimi? Yo kelib nima ish qilishlarini? Qarang, agarda hozir men kelishlarini tavsiya qilmayman deya olmayman, chunki O'zbekistonda ba'zi birlar kelishga muhtoj. Men agar imkoniyati bo'lsa, misol ilojini qilalsa, kelishni tavsiya qilaman. Agar o'zini udda qilalsa, birinchi o'rinda kelmoqchi bo'lganlarga men maslahat bermoqchiman. O'sha siz chimadonga kiyimlaringizni soldingizmi, chimadoningizni ko'tardingizmi, aeroportga keldingizmi, hamma narsani, qo'rquv, jasoratsizlik, hamma narsani O'zbekistonga tashlab kelishni xohlayman. Rossiyaga kelib kuchli, yengilmas, oliy maqsadlar bilan kelishni xohlayman. Maqsadini tayin qilib kelishni xohlayman. Misol uchun uy olish uchun chiqadi kimdir mashina olish uchun chiqadi, kimdir qarz to'lash uchun chiqadi. Bilasizmi, inson orzu qilish kerak, maqsad qo'yish kerak. O'sha o'ziga hamma narsani qabul qilish kerak. Yo'q, qo'rqaman desa, hech narsaga erishmaydi. Jasoratli bo'lib Rossiyaga keldimi, qo'rqmasdan harakat qilishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Hamma narsa yaxshi bo'ladi. Qora ishchi bo'lib qolishlarini xohlamayman. Boshida tak bo'ladi. Ozgina, misol patent uchun, boshqa uchun, lekin doimiy men mana shu qora ishda ishlab o'sha ketishim kerak O'zbekistonga degan maqsad qo'ymaslik kerak. Men ozgina o'sha nima deydi, krediti bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, qutulaman. Shu ishda ozgina ishlayman faqatgina. Posuda mo'ykada bo'ladimi, boshqa sohada bo'ladimi, qora mehnatda men ozgina ishlayman, tamom. Men o'zimni biznesimni qilaman. Men o'sha o'zim orzularimni musofirchilikda o'z biznesimni yarataman. Chunki Rossiyada biznes qilish juda ham oson. Buning uchun biznesmenlarga qo'shilish kerak. Quvish kerak orqasidan. Misol kafega borib ovqat yeb chiqib ketmaslik, qarash kerak. Buni qanday ochdi bu o'zbekniki bu? Qanday qil detalligacha. Menda shunaqa narsalar bor. Misol reklamaga borganimda ham men qarayman. Qaysi tochkaga qancha gul qo'ydi, qaysi nimada qanaqa bor. Povuri nechta, ofitsiantkasi nechta. Men o'zim uchun mana shu narsalarni nima deydi, hisob-kitob qilib boraman. Bir kun xudo xolasa men o'zim misol kafemni ochmoqchi bo'lsam, qiyngarchilik yo'q. Chunki men borib hamma narsani ko'rib bilib bo'lganman. Super. Shu narsalarga ahamiyat berib, orzuligicha qolmaydi. Yurib tursa bas deydi-ku. Duxni ko'tarib tursak bas. Kuchli bo'lishlarini tavsiya qilardim. Yig'lamasliklarini tavsiya qilardim. Zo'r, super. Biz podkastimizni yakunladik. Bizni Moskvada, Peterda toping va bizni tadbirlarimizda ishtirok eting. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan afzal. Da, Shoira? Rahmat kelganingiz uchun. Juda mazmunli bo'ldi. Xudo xolasa ikkinchi qismini ham olamiz.